Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilning 24-oktyabr kunida dastlabki jarayonlarni amalga oshirmoqdamiz mana. Ishlarimiz ham rosa qaynagan payti hozir. Nimaga deganda navbatlarimiz 1 oylik bo'lib qoldi. Shunda ham zakazlarni ortibmiz, oshmagan mijozlarimizdan. Navbatdagi 20 kW Nijniy Garina gibrid kotelimiz Gurlan tumaniga, Xorazm viloyati Bag'lon mahallasiga boradi bu. Bu kotelimizning hozirgi kunda narxi 10 million so'm bo'ldi. Navbatdagi 30 kilovatli ammo teplo universal variantimiz orqa tomoni klassik bo'lib ishlangan. Bunkerlariga 120-150 kg atrofida ko'mir sig'adi. Komplektida miyalari, qo'shar reduktor, motor, ventilyatorlar bo'ldi. Bu kotellarimizning narxi 17 million so'm hozirgi kunda. Uchlik lisadan ishlangani. Navbatda kotelimiz 30 kilovatli yangicha variantda ishlangan juda ekonomik kotel. Qorovuzak tumaniga bitta sotgandik, yana bitta mijozimiz telefon qilib, buni ertaga xudo xolasa Qorovuzak qatnay turgan Isuzuga berib beramiz. Bu kotelimizning narxi 23 million so'm bo'ldi. Bu kotelimiz juda ekonomik, komplektida miyalari, motor reduktorlari, ventilyatorlari, avariyaviy klapan, datchik, hamma narsasi bo'ladi. Bu kotellarimiz juda universalniy bo'ladi, juda ekonomik bo'lib ishlaydi. Bu kotellarimizning o'tibniyasi bo'lgani uchun, hajm ulkan bo'lgani uchun, uchlik bo'lgani uchun narxi qimmatroq chiqadi bu kotellarimizning. Navbatdagi 20 kilovatli kotelimiz universal. Bu kotelimiz Yangi bozormi? Yangi bozorga boradi. Xorazm viloyati Yangi bozorga boradi. Bu kotelimizning ham komplektida miyalari, ventilyatorlari, bir dona reduktor bilan berdik bu kotelimizni. Bu kotelimizning narxi 15 million so'm. Navbatdagi kotelimiz ham Amudaryodan chiqqan joyda, ya'ni postning yoniga boradi. Gurlan tumani mahallasining ati nima degani esimdan chiqib qoldi to'g'risi. 20 kilovatli 6 kitobli faqat hokaga ishlaydigan kotelimiz. Uchlik listadan ishlangan. Hozirgi kunda narxi 14 million so'm. Komplektida miyalari, qo'shar reduktorlari, motorlari, ventilyatorlari bo'ldi. Datchik, uzrodniy klapanlar bari bor. Navbatdagi 25 kilovatli kotelimiz, 25 pilosimiz 9,5 million so'mga berdik. Uchlik listadan ishlangan. Amudaryo tumani Qanglov o'qiga boradi bu. Kimga qanday kotellar qiziq bo'lsa telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Ozmuncha navbatlarimiz ham bor. Ko'mir kotellar, gaz kotellar hammasini ishlamoqdamiz. Bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri eski paxta zavodi ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa birdan like'larni bosib qo'ying. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.